Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, xudo xolasa bugun sizlar bilan mamlakat narxlarimiz haqida tanishib o'tib ketaman. Xo'p, narxlari hamda sifatlar bo'yicha va bizda bonuslarimiz ham bor. Xo'p, video boshlaydigan bo'lsak, mamlakatga kirchatkali narxlarimiz ham mavjud akalar. Har xildan bor akalar. Uzoqroq masofalarga mamlakatga 110 tonna suv tashib beradigan narxlarimiz ham bor. Xo'p, juda ham arzon narxlarda chiqadi. Kimga shunaqa narxlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Pastda nomerlar qoldiraman. Xo'p, akalar, mamlakatga 100 talik, 76 talik paploy nasozlarimiz ham mavjud. Bu 220 ga bemalol ishlaveradi. Narxi kelyapti turadigan bo'lsa, atiga 1 million 300 ming so'm mamlakatga sement nasozlarimiz. Buning eng arzoni 76 nasozimizda 1 million so'mdan boshlanadi. Xo'p, akalar, xohlasalar mamlakatga 100 talik nasozlarimiz bor. Paploy yoki bo'lmasa bez paploy, ya'ni paploy yo'g'idan mavjud. Xo'p, xohlasalar alyumin, xohlasalar misadmutkaliklar bor. Xo'p, eng arzoni bularimiz ham 1 million 50 ming so'mdan chiqadi, eng arzoni boshlanishi. Xo'p, akalar, xohlasalar mamlakatga pixiro nasozlarimiz bor yoki bo'lmasa gidrosit, simit, sap, asaman, shimga har xildan bor akalar. Mamlakatga shimga nasozlarimiz 1 million 750 ming so'm kam ketigi bor. Xohlasalar mamlakatga gidrosit nasozlarimizdan mavjud akalar. Bunimiz 1 million 550 ming so'm. Pixiro nasozimiz bor 1 million 350 ming so'm. Xo'p, akalar, kattaroq hajmdagi nasozlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, mana 3 fazaga ishlaydigan 150 talik, 200 talik, 250 talik даже mana ko'ryapsizlar. 350 talik nasozlarimizdan mavjud. Xohlasangiz mamlakatga kirchatgan nasozimizni o'zi ham отдельно sotuvda bor. Kirchatgan o'zi. Xo'p, akalar, bundan tashqari 100 talik mamlakatga 3 fazaga ishlaydigan nasozlarimizdan ham mavjud. Ularimiz juda ham arzon narxlarda chiqadi. 250 dollar, 230 dollar har xillari chiqadi akalar. Xo'p, akalar, sizlarga bitta bonus qo'shib beramiz. Mamlakatga 3 faza katta nasozlarimizni olsalaring, mamlakatga xomitlardan qo'shib beramiz akalar. Xo'p, kimga shunaqa nasozlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman, bemalol telefon qilib xarid qilaverasizlar akalar. Mamlakatga pajanishlarimiz ham mavjud akalar. Bemalol xarid qilishingiz mumkin akalar. Fermer aka-ukalarimiz bo'lsa yoki bo'lmasa tanishlarimiz bo'lsa, bemalol jo'natib qo'yaverasizlar akalar.